Assalamu alaykum muhtaram vatandaşlarım. Allah'ın salamı rahmeti bolğay. Pidayla ekrana hoş geldinglar. Aql ve tefekkür namlı programımızınki ötken sallarda o'ttirg'a qo'yilgan mazmunlarni bir muzokara qilish planlangan sabab berdim. Bugungi tema ötken mazmunlarni bir qo'l qarab chiqamiz. Chunki nurg'un qarindoshlardan tushunilmaganlik shikoyati va yoki xato tushunilganlik ifodasi o'ttirg'a chiqib qoldi. Şu jarayonda albatta biz uchun undaq oson to'xtamadi. Chunki mazkur tema shu Uyg'ur mediaçılığı deb turlar hozircha. Bizning qo'limizga tekkanning yog'i aql, tafakkur babida tunji to'xtalayotgan bir sayt bo'lib qolganlik tufaylidan hammalar uchun garchi har kuni ishlatayotgan bo'lsakmi, ammo uning ilmiy atalg'usi, ishlatayotgan so'zliklarimizning uqumlari qatorliq nurg'un sohalarda haqiqatan yangi bet ochdik deyish bo'ldi. Shuning uchun bu yangilik bizga nisbatan ko'na tushunchalarimizning ustiga yeziladigan, xuddi yezilib bo'lgan bir betning ustidagi xatni o'chiritib tepsiga yozgandek mushkul bo'lganlik tufaylidan aslidan qarama-qarshilik paydo qilgan, tushunishda uqishmaslik paydo qilib qo'yadigan ahvollar hammadan ko'rildi. Onun uchun bu programma boshqa g'aybat shikoyatlarga o'xshamaydigan bo'lganligi uchun, bekerak menga talab qilgan bo'lganligi uchun, xuddi normal insonlar bilan sport qilgan insonlarning programmasiga o'xshash biroz insondan aqliy emgak, ter, mehnat talab qilgan bo'lganligi uchun avomning standartlashgan ang tushunchasiga sal egiklaydiganlik tufaylidan ba'zan qarindoshlarimiz shunday qilasizlangan yoki bek ko'ngildagidek naf olamagan bo'lishi mumkin. Ammo ola olganlar cho'qim oldi. Uning uchun o'tgan programmani bir to'xtatib, bir muzokara qilgan bo'ldik. Bugungi programma shu oldingi 3 qismda o'tirib qo'yilgan mazmunlar haqidagi umumiy bir bayon bo'ldi. Shuning uchun ilgari programmani ko'rmagan qarindoshlar uchun bu bir fursat, ko'rganlar uchun ham yana bir fursat. Ekranimizda Ahmadjon Osmonov. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Hammaysiz. Vaalaykum assalom va rahmatulloh. Bo'ldik. Biraz uzun kelish qilib o'tib qoldim, aytib Ya. Biraz hakikaten aql ve tefekkür haqidagi bizning bu o'rganganlarimiz maktabdan qilinglar. Andan keyin numaralar elishdim boshqa yerda bunda ishlatilmaylik. Hayatımızda onda diplom biznes kerak o'tkazgan vaqtimizdan normal hayotda ishlatgan vaqtimizdan ko'p bo'lganligi uchun bu narsa bizga nisbatan yot bo'lib qoldi. Uning uchun qayta ta'kidlash zaruriyati qoldi. Biz oldingi 3 qismda aql va tafakkur haqidagi mazmunga aloqador so'zliklarning uqumlarini shart qiladigan ba'zi so'zliklarni, jumlalar, so'zlarni asli uqumlarining nima bo'lganligiga kerak ishora qilish zaruriyati bilan ba'zi so'zlarningki aniqlamasini o'zimizga shakllanib qolgan koni aniqlamadan tuzishga majbur ekanligimizni eskartgan shakldagi mazmunlar taqdim qilindi. Cümleden bunun misallardan deyishdi o'rgasa, ekranga men chiqarib qo'ydim, ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, albatta ko'raylar deb o'ylayman. Qani, olib bo'ladi. Okay. Biz oldingi 3 qismda aql ve aql ve zeka, bilish ve o'ylash degan mazmunlarni asos qilgan so'zliklar ustida mulohaza, muzokara ilib bordik, suhbat ilib bordik. Bu o'ng tarafda aqlga aloqador so'zliklar, sol tarafda tafakkurga aloqador so'zliklarni tizib qo'ydim. Men unutib qolganlar bo'lsa, nahmadan ko'rayotgan do'stlardan yezib qo'ysanglar, yozib yoki uchirib qo'ysanglar yaxshi. Ahmadjon Osmonov efendim qo'shimcha albatta bo'ladi. Maqsadimiz hammadan birlik, o'rganish bo'lganligi uchun
Biz ilgirki mezmunlarda aqlning ong ekanligini nima? Aqlning ong emas ekanligini. Aql boshqa, ong boshqa deb tushundik. Birinchi qismida shundaqmi? Aqlni anladık. Aqlni anladikmi? Mana shuni. Aqlni tam ong deb to'qaman. Shunday yezdim bo'lsa. Tamam. Aql demek ong demekdir. Ong demek aql insonga xos hayvondagilarni xususiyat deb ataymiz degan so'zliklardan dastlabki biroz g'ulg'ul bo'ldi. Ammo keyin bizning insonlarimizda bunga qiziqish davomlashmadi. Chunki o'zi bilgan uslubda kelmadi bu. Ya o'ziga yat bir hukmlardan chiqdi bu yerdan. Xo'sh, undan keyin biz aqlning xususiyati bilan zakaning xususiyatini aralashtirib olganlik ifodani bilgandan keyin aqlning masalani bayqash, aloqador taraflarini bir-birisiga munosabatlashtirish, cho'q narsalardan bir narsa qo'rashtirish shakldagi bilishni misol qildiganligini tefekkürün bo'lsa, bilgen narsamizdan obrazlaştırılıp, konkretlaştırılışı, yani mesleği detal kiriş. Ondan keyin çuvib yeshish, har bir ventlarga qadar o'ylash, qatorliq mazmunlarni ozishga olganligini bir muzokara qilib o'tdik oldingi shu 3 qismliq darsda. Mening kallam o'shunchalik shakllanibdi. Men biroz boshqa bolalarga o'xshash aqlli qolmaganligimni tufayli o'shunchalik jimibdi. To'liqlaydigan, tuzitilgan yerlar bo'lsa, yana bir anglaymiz. Bo'lsa eng ixchamlashtirgan ba'zan mazmunlarda misolga ilingan örnekler, misal örneklerining texmo yangi bir fikr bo'lganlik tufayli texmo ig'irlashtirishni oshirib etdi-da. Shunga bundan keyingi programning bundan keyingi qismlarida amal va so'zliklarni oddiy turmushimizdagi oddiy narsalarga misol olib turib, oddiy voqealiklarni, hodisalardan shuning ochqishini topa oladigan bir tuvarak saviyada boshlasak ya davom qilsak degan talablarmi, umidlarmi bor. Bunun bir hisobimizning bir chetiga olib qo'yib turib, bugungi darsimizni bir pishiqlab berishlarini so'raymiz. Marhamat. Rahmat. Biz bir xulosalagan bu muqaddimada hamda asosan biz oldingi programmalarimizda uchratgan masalalarni qayta ta'kidladingiz. Bu masalalarni hamda biz yeni birlikda siz, men va birodarlar birlikda yine qayta bir muzokara qilaylik, aslaylik. Andan keyin meningcha texmo tushunish hosil qilish mumkin deb o'ylayman. Balki siz aytgandek ko'rarmanlarning tushunolmaganligi meningcha balki bizning tushundirilmaganligimizdan bo'lsa kerak. Shunday bo'lishi mumkin. Yeni bir tarafdan ularning tushunish iqtidoriningki unchalik emasligini bildirishi mumkin. Endi buni aniq davraylik. Chunki biz oldingi programmalarimizda ko'rganga o'xshash Uyg'urlarda bo'libmi Uyg'ur aqlliqlarida yoki oqillarida yoki ziyolilardami endi albatta boshqalar ziyolilar qilganni oshirib bakarak qiladi. Lekin mening bu yerda demoqchi bo'lganim Uyg'ur ziyolilarimi, oqillarimi hukmlarni aralashtirib qo'yadigan bundaq bir hodisani sodir qiladi.
tuxumlarning aralashib qilishi. Shu tuxumlarning aralashishi degan vaqtimizda, masalan, eng oddiysi biz o'tganki programmamizda ko'rganga o'xshash nimani? Aql bilan zeraklikni aralashtirib qo'yishdek shundoq masaladan chiqish qilamiz. Albatta, masalan, sun'iy aql deganga o'xshash narsalarni eskartdik. Amaliyot u sun'iy aql emas, sun'iy zeraklik. Lekin endi sun'iy zeraklikni Uyg'urchada sun'iy aql deb rasmiy atalg'ulashtirdi. Ya'ni shu atalg'ulashtirishning o'zida Uyg'urlarning, ya'ni Uyg'ur tafakkurining qanchalik cho'lk ekanligini, tuxumlarni aralashtirib qo'yishining qanchalik umumiy yuzlik ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Masalan, siz har qanday tilga qarang, boshqa tillar, Uyg'ur tilidan boshqa tillarga qarang, sun'iy aql deb tarjima qilmagan bu atalg'ini. Ya'ni sun'iy, masalan, turklar sun'iy zakot deb tarjima qilibdimi, shundami? Men bilmayman endi. Balki shunda bo'lish ehtimoli bor. Arablarmi uni Zeka dedi. yapay zaka. Yapay zaka. Yapay degani nayt yaxshi. Yapay deganimiz sunniyniki turk so'zida turkcha atalishi. Sunniy. Arablarmi uni az-zaka al-sina'i yoki istina'i deydi. Ya'ni sun'iy yoki yasalma zeraklik. İngilizce bildiğimi mesela artificial intelligence. Intelligence degan aql emas, mind emas mesela. Yoki reason. U zeraklik. Ve şunun o'xshash barliq tillarga qaraydigan bo'lsa, u hargiz aql emas. U zeraklik. Lekin faqat Uyg'ur tilidalar uni aql deb atagan. Mana shuningdan ko'rib olamizki, Uyg'urlar ve ularning aqllari, aqlliklari, bilimliklari, savodliklari, ziyolilari biz munozara qilayotgan, muzokara qilayotgan aql tuqumini bilmaydi degan gapda. Ya'ni aql bilan zeraklikni aralashtirib qo'ydi degan. Bundaq ahvol ostida bizning aql haqida so'zlayotganlarimizni ularningmi tushunmasligi tabiiy. Şuna men mushu nuqtadan ilib aytganda shuni keskin jazmlashtira olmaymanki, aqlning aniqlamasi xata Uyg'urlarning kallasida. Ya'ni Uyg'urlarning kallasida aqlning xata aniqlamasi bor. Biz programmamizda meningcha mushu xata aniqlamini tuzatalisak, cho'ng ish qilgan bo'lamiz. Aql tuqumiga nisbatan. Shunga mushadan boshlaylik deb qarayman. Yaxshi oldu. Mushadan boshlaganda sizdan. Aql gerçi biz oddiy bir söz olgan bilen bütün biz yapılışıvatkan hayatımızga alakadar hemme sahani özü olgan meşgulatı bilen zich münasebetli olganlığı için anahtar kelime dep koyken Türkçe'de. Yani açıkçılık söz buluşu mümkün. Yani şek yok. Şunun için elbette moşunun hakkındaki bir buruluş belki başka neslerime to'xtab turadi deb bir qarab bakışık sebep bo'lib qolsa hech emas. Albatta. Şuna biz oldimizdagi programmalarga asoslanib aqlninki Uyg'ur tilidagi so'zini topmoqcha, ya'ni Uyg'urlar aqlni nima deb ataptikan degan mushu savolga javob bermay turib, biz aqlninki aniqlamasini bir taraf qilolmaydiganligimizni muayyanlashtirgan edik.
Şuna hazırmı endi yine şunu ta'kidlaymiz ve şu asosda biz aqlning Uyg'urchadagi ong ekanligini so'zladik. Lekin ziyolilar yana aql bilan ongning ikki narsa ekanligini deb turib oldi. Bunday vaqtida ve onundan yanmadı bu qarashdan. Demak, biz aqlga beradigan aniqlamamiz da farqli bo'lib qoldik. Ya'ni ko'rarmanlarga yetib borolmadik va ko'rarmanlar bilan bir nima deymiz, munosabat aloqa qurolmadik-da bu to'g'risida. Çünkü biz aqlni anglab qaradik, ular anglab qaramaydi ekan. Shunda bo'lgan vaqtida aqlning o'zidagi aniqlama masalasida tafakkur degan gapda bizningki aramizda. Lekin men bo'lishidan qat'iy nazar biz yeni ishkillagan holda siz biraz burun aytgandek biz shu zag'ir tilda o'zimiz kundalik turmushda ishlatadigan tilimiz bilan bu aniqlamani texmi cho'nqurlagan holda ro'shanlashtirish, aydınlaştırishga tirishib baqaylik. Anandan keyin buningga yondosh keladigan masalan tafakkur so'zmi xuddi aqlga o'xshash arab so'z. Ya'ni qarang bizning hem aqlni hem tafakkurni arabcha ataganligimiz. Undaqda uning bizning uyg'urcha atilishi nima degan vaqtida bu chog'da nimani o tafakkurni biz buduq endi u degan oy dedik. Mesela tefekkür. Oy. Endi müşahede, muzakirga yandaş halda yine deyli. Mesela Türkçeden, Uygurçadan. Çünkü Türkçe mi Uygurça. Ben şundak hesaplayayım. Yani kandalımızın Türkiye bullah sistemisi de. Şuna Türkçeden mi paydalanıp biz şu akıl bilen tefekkürünki münasebetlerini yakın işgilegen olda muzakir kılaydı. Endi Uyg'urchadami, Turkchadami bak muhim so'z bor. U bo'lsa-mu tushunish degan-ku. Tushunmak. Bu haqiqiy Uyg'ur so'z yoki Turkcha so'z, tushunmak. Lekin buni yana Uyg'urlar bilan Turklar o'xshamagan ma'noda ishlatadi. Tushunishni. Uyg'urlar tushunishni bir xil nima deymiz? Masalan, aniqlash, aydınlaştırış ma'nosida tushunadi. Aydınlaştırış ma'nosida. Türkler onu o'ylash ma'nosida tushundi. Masalan, Türkler sizdan so'rasa, bu haqda ne düşünüyorsun deb so'raydi. Ya'ni nima tushunyapsan? Bu yerdeki nima tushunyapsa degani nima aydınlaştırıpsa emas, nimani o'ylayapsa degan. O'ylayapsa degan gap. Yani tushunish, Türkçede o'ylash, Uyg'urchada aydınlaştırış. Ro'shanlashtirish. O'ylash. Endi aydınlaştırishning o'zimi yine ishkirlab biz tahlil qilgan vaqtimizda bu so'zni u yana o'ylash bo'ladi. Shunga aql meningcha tushunish emas u. Shunda bo'lganda. Ya'ni aql boshqa, tushunish boshqa. Endi mushu yerga kelgan vaqtimizda aql tushunish bo'lmasa, undaqda bizning Uyg'urchadagi ikki so'z, masalan, hukm bilan tushuncha degan ikki so'zni farqlantirishimiz to'g'ri keladi endi, ya'ni qaytadan. Hukm bilan tushuncha. Demak, hozirgacha men sizdan so'ray, masalan, siz hukm bilan tushunchani farqlantiramsiz? Tushuncha biraz xos bo'lishi mumkin. Har inson tushungan. Lekin muqimlashgan bo'ldi. Hammadan birlik kelgan bo'lishi kerak. Endi hukm bilan tushunchani Uyg'urlar asosan farqlantirmaydi. Yani asasen farqlantirmaydi. Hukmni tushunchani hukm deb qaraydi. Amaliyotda hukm boshqa, tushuncha boshqa. Hukmmi Uyg'ur tilidagi
uqmaq so'zdan kelgan. Ya'ni uq so'zning tumiri uq. Uqqa qo'shimchasi, so'zga qo'shimchasi qo'shilib uqum bo'lgan. Xuddi bu o'l degan so'z tumiriga yoki qo'shimchasi qo'shilib o'lim bo'lgandek. Kör degan so'z tumiriga qo'shimchasi ko'rim bo'lgandek. Shuningga o'xshash uqum uqmoqdan kelgan. Ya'ni uqum men uqqan narsani uqum deyman. Ya'ni bir narsa haqida men uqsam, bu mening shu bir narsa haqidagi uqumim bo'ladi. Endi bu uqum aqliy jarayon. Ya'ni aqlga munosabatli. O'yga munosabatli emas. Biz ayirib turib so'zlasak ham. Tushuncha desa, o chog'da tushuncha undaq emas. Tushuncha asli tushuncha Uyg'ur tilidagi tushdan kelgan. Tush, uni burun tush deb oladi Uyg'urlar. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida tushib ketish, tushmakdagi tushning shu so'z tumuridan kelgan. Tushuncha, tushan, tush. Shu so'z tumuridan kelgan va uning ma'nosi bundaq aytgan vaqtida yana osti degan tuqumni, tushunchani bildiradi. Osti, tigi. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida tushunmak tigiga yetmak degan ma'noda. Endi ingliz tiliga qarasangiz, ingliz tilida mo tushunmak nima deydi desa, understand deydi. Understand degani so'zdan tarkib topgan under past, tuvan, tigi. Anondan keyin stand degani turmoq. Shunda olganda ostida turmoq. Estağfurullah. Shunda bo'lgan vaqtida Uyg'urchaga o'xshash bo'ladi degan gapda tushunmak degan. Ya'ni tigiga yetmak. Tigiga yetmak hozir so'zimizda mohiyatga yetmak deydi. Chunki biz mohiyat degan arabcha so'z. Mohiyat arabcha u nima degan so'zdan kelgan va mohiyatni biz Uyg'urchada so'zimiz so'zlash ma'nosini tarjima qilsak, u nimelik degan gap bo'ladi. Mohiyat. Shunga mohiyat yetish degan gap, masalan, men Tangrining mohiyatiga yetdim desak, ya'ni men Tangrining nima ekanligini tushundim, bildim degan gap. Demak, tushunib, tigiga yetish, mohiyatini bilish. Lekin bu aqlga o'xshash, masalan, narsalarni bilishga o'xshamaydi. Aqlning bilishi sabab ko'rsatish, birga yana birini sabab qilib ko'rsatish bo'lsa, u nimaninki o'yinim, masalan, qiladigani shu narsaning tigiga yetish, mohiyatiga yetish, nimaligini bilish. Mushundoq bo'lgan vaqtida endi biz tushunish degan so'zning Uyg'urchadagi aqlning yoki ongning qarshisidagi bir so'z ekanligini bilishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida aqlga bir qadam siljig'ili bo'ladi yoki bo'lamdi degan
Mushundaq bir ishonchga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Endi nima uchun bundaq deymiz desangiz, endi qayta yana biz nimaga kiraylik? Yeni bir qadam tushunish uchun. Chunki oldingi boblardan biz deyishga o'xshash aql bo'lamdi, aqliy tafakkur bo'lamdi yoki hissiy tafakkur bo'lamdi yoki bo'lmasa tuyg'uliq tafakkur bo'lamdi, nima bo'lishidan qat'iy nazar tasavvur bo'lamdi, bilish bo'lamdi. Hammasi tilning ishi. Ya'ni tilsiz bo'lmaydiganligi bo'ladi. Eskartgandik. Shunda bo'lgan vaqtida demak biz mushu uqumlarninki hammani bilishimiz uchun mushu uqumlarninki Uyg'urcha otlarini bilishimiz kerak. Bo'lmasa mumkin emas. Mushuni qayta ta'kidlayman. Ko'rarmanlarmi hozir oldimizda o'ttirgan yoki biz bilan birga o'ttirgan ko'rarmanlarmi diqqat qilishini talab qilaman ko'rarmanlarning u bo'lsa-mu har qandaq bir uqumni bilishimiz uchun shu uqumning Uyg'ur tilidagi etini bilmasak, uni bilish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shunda bo'lganda biz hozirgacha aqlni nimaligini bilmaymiz, chunki uning Uyg'urchasini bilmaymiz. Aqlni Uyg'urlar ajdodlarimiz nima deb atapkan, qaysi so'z bilan atapkan deb so'rasak, ular bizga javob bermaydi. Bizning birinchi qatimliq programmamizda bu ish masala yuz berdi. Masalan, biz aqlni ong degan shu desak, u chaqda bizni masxara qildi yani ziyolilarimiz. Qandaq aql ong bo'ladi, ong degan boshqa, aql degan boshqa. Mana mag'lubiyat o'shadan boshlandi. Shuna har bir uqumniki Uyg'urcha otilishiga qaytaydi. Meningcha mushu biroz nima deymiz, qutub bo'lamdikin deyman programmamizda. Qanday deysiz? Menchimi zaten o'sha beshida boshlanishdan og'zimiz ochtirib qo'ygan mazmunning bismi aqlning hukmi edi-da. Nima ma'noni bildiradi? Uyg'urchada qaysi so'z bilan aqlning ifoda qilinganligini aytgan vaqtimizda aqlningki asli manbasining arabchiligidan asli uning ifoda qilmoqchi bo'lgan, tushundirmoqchi bo'lgan narsaning Uyg'urchadagi tam ong ma'nosida kelganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Shu chaqda zaten aniq bo'lgandi. Chunki tilimiz xuddi Mahmud Qashqari o'z vaqtida turkcha yozishga zaruriyat tug'ilganligini shu chaqdagi davrda tilning buhroniga duch kelgan. Chunki shu chaqda uqum qalamqanchilik o'tirib chiqmagan bo'lsa, u zaruriyat chiqmagan bo'lardi. To'g'ri. Shu kishimi shu masalalarni tushuntirib bo'lmaganligi tufaylidan turkcha bilan arabchani bir-biriga aralashtirmaslik tufaylidan shu lug'at qoldirgan o'xshaydi. Tegish keldi demdim, o darsdan keyin men işte nima qildim, boshqacha bir tushuncha oldu menga. Chunki biz zaten qalamqan ishlatib ekanmiz. Uning asli manbasi u qaysi lug'atdan kelgan bizning tilimizga. Bizning ajdodimiz uni qaysi tilda atagan. Bu narsalarni yo'qkinda ardı. Chunki nurg'un qitim biz til emasda yeziq tegishtirish nimasida qolgan, buhronda qolgan bo'lganligimiz tufaylidan shuning ziynamcha ko'ribdik. Shunga menimcha shu so'zliklar asli zaten aql va tafakkur haqidan to'xtalsak bo'ladi deysakmi? Beşidi kirish so'zni biroz qisilib qoldik. Chunki demoqchi bo'lgan so'zimiz qo'lda ishlab qayirib mana narsa deydigan narsa bo'lmaganligi tufayli. Ya'ni shu aqlga murojaat qilamiz-da. Bu aqlning bunda bitta vinsi yo'q to'lg'aydigan. Uni shu gap qilib anglaydigan gap, ko'zida jumulib turib, mingizda tafakkur qiladigan gap osh jarayonda biz suvning gapini qilsak, bu o'tning gapini anglasa agar elbette uçakta biz uçaktan tüyde o başka neresinden tüyde jürgen bulap kalır da şunu yanlış kuşanmayınız. Zaten turmuşumuz kalayım karşılık mı şunun ifadeleri, ziddiyetlerimiz. Biz bu programın kısa vaktimizde
insanlardaki an tefekkürünün o kadar tövelliginden geçendir bulanma kılıkın cili çık. Bazen cili vakitimizde, ajda çağlarımızda düşünür emmertandık, düşünme ortamda dizgiletti. Aslında karısak bu bek texmicik tokunaşkende, tokunaştığın biz akıl tefekkür vesilesiyle emez tildik boğalık üçün, tilde münasebet boğalık üçün. Doğru. Şuna biz bununla mı kirip kaldık? Elbette bunu bir bana da koş bir camada işki baktek sokak malımız inşallah. İnşallah. Hoş. Hem de Ayrıca benim dikkatimde bir şey bir tartip kaldı. Beşi de yapay zeka degenle Türkçe'de obdan düşkenlikine İngilizce'deki sözlüknün AI'nin kıskartılmışsa AI dep atalgan sözlüknün akıl değil mi geldikine. Fakat ve fakat Uygur'dan buna sünni akıl dep taşlaganlığımızını değil geldikken bu benim sen nimemge tegdi. Nindeyimiz dikkat fokusumu biraz tegdi. Neymiş için? Acaba devleti yok, müstemliki yok olan milletin aşta bulamdığında da etsek. Bak erkin dünyada mı hadi til bildiğin, neç kitap yazgan insanların ticaret kıldığım, söz yazdım diyen insanların o şey akıl, sünni akıl diyen sözünü kabul kılığının hiç bazı körevatımızda neymiş için hem de bu hukumunun bunda kalaymakan bulup ketmezlik devletin küçü fevkalade rolü çoğun mu değil mi kanda? Bizdek devlet sizni bekerek yıkılma ya fakat bizde mi? Ben bilemedim bu şey biraz. Menimçe sizniki bu nimeňe ba elbette devlet sebebi buludu. Çünkü ötkendim biz sizleştik mesela nime toğrusida milli maarif toğrusida. Hem mesela bir devletninki mesela til komiteti buludu mesela. Ana til komiteti buludu. Mesela devletimiz boğan bolsa devletimizden mesela Uygur til yazık komiteti buludu. Şundaq mı? Aş Uygur til yazık komiteti bizninki şu atalgılarımızı nimdeyimiz retlep çıkıdı hem de. Kılıklaştırıp çıkarttı. Hem şu umumlaştı hem nimdeyimiz yeni atalgılarını doğru atap çıkıdı da. Muşu aşır tilizlik komitetininki vazifesi oldu devlet. Hem de bizde o yok. Bu bulmaganlık üçün bizde bu emdi devletlik bulmay bu nese bir xil şahsga münasebetlikli bolup kaladigan boludu. Şuna kim zadi muşni sünni yoki biz Uyg'urchada naq Uyg'urcha desak yasalma zeraklik deymiz mesela. Kim muşu yasalma zeraklikni sünni aql deb atıp aldı degan savol kelib chiqadi bu yerda. Endi şu atagan odamga boshqalarning hammasi ergashgan gapda. Sünni aql. Endi mushu ergishish yana nimadan kelib chiqadi degan vaqtida aql degan so'zning hukmi zeraklik degan so'zdan farqlanmaydiganligini bildiradi. Ya'ni mushu sünni aql deb ataganlarning kallasida. Shunda bo'lganda mushu atug'uchilar mushu atalg'uni atug'uchilarga chataqlar. Ularning kallasida aql bilan zeraklik bir narsa. Ayrılmagan. İkisi ayrım farklı iki hukum emas, belki bir hukumning ikki xil atalishi. Yani bir hukumning ikki xil atalishi aql yoki zeraklik deb ikki xil atalishidir. Shundaq bo'lgan vaqtida shunga buning ulardan burun kelgan masala bu endi. Meningcha hozirgi vatan sirtidagi, mesela surgundagi ziyolilarimizmi bu meseleni bizninki şu mustamliki Şarkı Türkistan'daki Qorçaq Uygur Til Yazık Komiteti'nin hatalığını öz bilen billep mınqallar endi. Yani aşulamı aql bilen zeraklikning nimani farqlandiramagan. Bir qaragan. Zerak adam deganni aqlli odam deb ketaverib biz. Shuning bilan ikkisi bir gap bo'lib qolgan.
bir qancha yillar ilgari shu siyosiy diniy hukmlardagi qalaymaqonchilikni bayqagan chog'da biz shunda bir so'zni qilgan edik ekrandagi programmalarimizdan birida bizga zarur bo'lgan narsaning birisi milliy tamojna ekan degan edik. Albatta. Ana shu milliy tamojna hozirgi siz bayaqida deb o'tib ketgan shu davlat hukm o'tkili deyiladi ekan. Agar milliy tamojna bo'lgan bo'lsa, bu balkim so'zlikdan tortib her bir hukm an ideologiyasi hatta siyosiy harakatdan tortib boshqa normal masalalarga qadar bizning manfaatimizga uyg'un emasmi? Bizga foyda qilamdi, ziyon qilamdi. Mushu o'tkaldan o'tkazib turib, temperaturasini tanshab, xuddi davlatning tamojnasiga o'xshash. Milliy manfaatimizning nimasini kapolat qiladigan bir o'tkal qila olgan bo'lsak degan orzuda bo'lgan edikda, hozir yana o'sha yerda yana bir ta'kidlash zaruriyati tug'ildi. Ya'ni o'sha oddiy bir so'zningmi bizning milliy birligimizni qanchalik paramparcha qilayotganligini yoki birlashishimizni qanchalik zo'rlashtirayotganligimizni o'sha yerdan ko'rib olgan bo'ldik mana. To'g'ri. Rostlaysiz. Endi sizmi bilasiz, bundaq desak ba'zi ko'rarmanlar diniy hissiyoti tarafidan qabul qilinmasligi mumkin, lekin yani bularning hammasini men shaxsan men hamda arab tilininki Uyg'urlardagi boshqacha atamay uni monopolliq deb atayman masalan. Uyg'urlardagi hukm monopolligini egallab olganligidan deb qarayman hamda. Yoki bo'lmasa hamda islom dinining bizning dinimiz bo'lgan, milliy dinimiz bo'lgan islom dinining sababidan, milliy dinimiz degandimi men hamda shu 1000 yilning tarixini deyman-ku. İslamның səbəbidən, İslam dininin səbəbidən hamda nurg'unlagan hukmlarni biz Uyg'urchasini tashlab qo'yib, Uyg'urcha otlardan voz kechib, uning arabcha otlarini qabul qilgan. Shuning bilan biz bu hukmlarninki kelib chiqishini, ma'nisini, lug'at ma'nisini, atalg'u ma'nisi bo'lishdan burun uning lug'at ma'nisini butunlay unutib ketgan. Mushu unutish andan bizni nurg'un hukmlarni aralashtirib qo'yish, andan keyin hukm nodonligiga mahkum qilgan bizni. Shunga Uyg'urlar mening nazarimda hukmda nodon xalq. Hatta bu nodonlik Allah degan mushu strategik ulug' muqaddas so'zgacha yetib boradi bu nodonlik. Shunga biraz burun eskartganga o'xshash biz har bir hukmning Uyg'urcha atilishiga qaytayli. Mushu bizning prinsipimiz bo'lsin. Meningcha buningdanmi ortiq zag'ir tili bo'lmas deb qarayman Uyg'urlarga nisbatan. Chunki o'zining tilida, o'zining ona tili. O'zining ona tili bo'lgandan keyin biz bir hukmni har qancha izohlab, aniqlab ketgandan ko'ra o'zimizning ona tilidagi shu hukmning atilishining ma'nisiga qarasak, meningcha bek oson bo'ladi deb qarayman. Shunday emasmi? Meningcha shunday. Shunga biz yine özümüzün şu aldığımız 3 programmasını xulasalagan vaqtimizda aqlni oldi bilan bog'lashdik. Ondan keyin uni qurish dedik. Ondan keyin uni tuzash deymiz. Yani bog'lash, qurish, tuzish. Mushu üçsi o'xshash ma'nilik so'zlar, ya'ni ma'nidosh so'zlar bular. Endi o'yga kelsak, o'yni yeshish dedik. Chuvish dedik. Endi uni biz buzish deymiz. Shunda bo'lgan vaqtida yeshish, chuvish, buzish. Mushu üçsimi ma'nidosh so'zlar. O'xshash ma'nilik so'zlar.
Demek, akıl bilen tefekkür hazırki tilimiz boyunca aytgan vaqtda Uyg'urchada tüzüş bilen buzuştur. Yani aklimizni işletsek tüzümüz, uyumuzni işletsek, tefekkürümüzni işletsek buzumuz. Endi muşu ma'nini özleştirelirsek biz akıl bilen tefekkür to'g'risida bir qadam ilgari olaymiz. Agar muşu ma'nini özleştiremesek, Uyg'urchadagi muşu ma'nini u chog'da biz bir qadam ilgari olmaymiz deb qarayman. Hozir sizdan so'ray undaqda. Masalan, muşu tüzüş bilen buzuş. Muşu ikki söz. Sizga qandaq ma'nilarni ato qiladi masalan Uyg'urcha so'zliklar bo'lish sifati bilan? Çubuş bilen buzuş, buzuş bilen Yo'q, tüzüş. tüzüş bilan buzuş. Tüzüş bilen Tüzüş buzuş. bilan buzuş. Tüzüş bilen buzuş. Neyse bular bu bizni akıllımızga, ictimai turmuşumuzla mı kelip aldı? Aldığımızda bir tokunak olgan bası yeş deydi. Bir çiğit tokunak çıktı, çiğit yeş. Ya ki bir uğraştırılgan püzül olsa onu bir yeş ya öyle çık bozuş misal. Tüzüş degeni bir tüzleştiriş, tüzdüş. Aşağıda etrafındaki sözleyken bazı. Daha izlep baksam. Yani tüzüş, bozuşla ikisi karşı karşıya çıkıp durdu. Eğer birisini to'liqroq tushunsak, uning qarshisidan ishtirok topalayotganmiz. Albatta, şu an men shu davomli aql bilan tefekkürninki Uyg'urchadagi ma'nilarini qo'yyapman. Hammasi qarama-qarshi. Mundaq aytgan vaqtda qarama-qarshi so'zlar. Hozir mana tüzüş bilan buzuşmu qarama-qarshi so'z. Endi buning biz inglizcha qaytsak, yine İngilizceni alaylı. Çünkü İngiliz dili hozirgi aqliy tefekkürning bahodir tili deb qo'yamdik. Noch tilida ingliz tili. Bayraktarları. Bayraktar tili. Bayraktar. Endi mush tilga qaytsakmi, İngilizceda nayt muhim ikki so'z bor masalan. Biri construction, yeni birisi distraction. Bu ikki so'z strategik so'zlar ingliz tilida bu. Construction degani qurish, tuzish degan gap. Qurilishmi shundan kelgan construction deb qo'ydik masalan, qurilishmi. Endi distraction degan bu barbod qilish, buzish, chuvish degan ma'no. Mana mush ikki alaydilik insondagi aql bilan tefekkürning alayligi. İnsondagi ong bilan o'yning alayligi. Biri tüzüdü, yeni biri buzudu. İkkilisiga qarasangiz, yeni ikkilisi jonning alayligi. Jonning, ruhning alayligi-da. Ruh nima desa, ruh degan tuzilganni buzadigan, buzilganni tuzadigan narsa ruh degan. Hatta endi Qur'onga meni qaytayli masalan. Bu so'rayman, men mushundaq qaytishlardan amalim yo'q ekan. Qur'onga qaytsa, Qur'onda masalan Allahu yuhyi va yumit deydi. Allah tirildirdi, o'ldirdi. Endi siz hayat bilan o'limga qarasangiz, meningcha hayat bilan o'limmi bizning zag'al tilimiz-ku deyman, Ahmadjon. Unday emasmi?
Hayat mamat. Aslında değil ölüm bilen hayat bilen ölüm. Muş ikisi karısınız mı? Bu ikisi mi? Tüzüş bilen buzuş. Yani hayat tüzülgeni, ölüm buzulgani. Hmm. Hatta insanın hayatı yani hayatlık, insandaki hayatlık yoki her qandaq bir narsadagi jonliqdagi hayatlıkni biz nim deb ta'birlaymiz desangiz, u bir sistema. Sistema degan vaqtimizda nima kelib chiqadi, kallamizda nima paydo bo'ldi desa, u degan bir tuzilma. Sistema degan ingliz so'z bu. Hmm. Uning uyg'urchasi nima? Sistemaning tuzilma. Tuzmakdan, tuzishdan kelgan. Tuzishdan kelgan shu Qurashtirilgan. tumurdan kelgan qurishdan yoki bog'lashdan shu tuzilma. Hayat tuzilma. Ölümçü desa, ölüm buzulma. Mana mush ikki insonni shakllantiradi. Ya'ni insonni hayot va o'limdan iborat mush ikki sifat bilan insonni to'liqlaydi. Shunga inson ham tuzilma, ham buzulma. Ölüm degan nima desangiz, o'limning tushunchasi hamda. Ölüm degan u hayotning buzilishi. Ya'ni tuzilmaning buzilishi. Tuzilmaning buzilishini o'lim deymiz. Endi buzulmaning tuzilishini nima deymiz? Hayotlik deymiz. Ya'ni uni Qur'onda tirildirish deydi-da. Allah o'ltirdi, tirildirdi. Yoki tirildirdi, o'ltirdi degani shu buzulganni tuzaydi, tuzilganni buzudi degani. Nima uchun tuzilganni buzudi desangiz, tuzilgan buzulmasa u hokimiyatga aylanib ketadi. Şuna tüzülgen buzuluş gerek. Buzulgan tüzelmesi bulmaydı. Şuna buzulganı tüzülüş gerek. Çünkü buzulgan u veyraniçilik, harabilik, u sistemisizlik, u sistemine kiriş gerek. Tüzülmeye kiriş gerek. Şuna muşu devirleniş yani buzulganның tüzülüşü, tüzülgenning buzuluşidan ibaret. Muşu devirleniş insonning devirlenişi. Mundaq aytgan vaqtida insondagi ikki kuch, ikki iqtidor u bo'lsa-mu aql va tafakkur. U bo'lsa-mu ong va o'y. U bo'lsa-mu tuzish va buzish iqtidori, u bo'lsa-mu hayotlik va o'lim iqtidori. Ya'ni tirildirish va o'ltirish iqtidori. Mana mushu insonning iqtidori. Odam alayhissalomning iqtidori. Ya'ni bu iqtidor yana bir tarafdan ilib qanda ilohiy iqtidor. Shunga aql bilan o'yni, nima aql bilan tafakkurni yoki ong bilan o'yni endi biz mushu tuzish bilan buzishdan iborat mush ikki qumda turib, ching turib, mush ikki qumning munosabati bilan va mush ikki qumning bir-birini to'liqlaydiganligini va mush ikki qumning bir-birining cheksizligi ekanligini va mush ikki qumning davrlanish hosil qildiganligini bilgan vaqtimizda anandan keyin aql bilan tafakkurni farqlantira olamiz deb qo'ying. Endi siz es qilganlaringizni deb baqsin. Onun kirişten burun bir görünmelerimizden birisi bir sual soraptı. Ben kızıp kaldım bununla. Bana bir cevap verip ötsek. Akıl paraset
aql bir tushuncha bergan bo'lsa, nemishqa ikkilisi teng zikr qilindi? Aql, farosat degan ikkisi hukm jihatda deyishilgan bergan bo'lsa. İkisi hukm jihatda o'xshash debdimi? Yo'q, shuni bir farqini tuqqan bo'lsak deydi. Aha, okey. Ama nima uchun misol aql, farosat deb teng fikrda qo'shib ular qo'l tutishib keladi shekildagi savol keldi. Hı hı. Okey. Faraset Yana degan arabcha. so'zmi? Yeni Arapça elbette. Faraset. Endi şu so'rag'uchining o'zimi mush aqlmi, farasetmi Uyg'urcha bo'lmaganligi uchun so'rayotdi bu savolni. Amaliyotda ikkinchisi Uyg'urcha bo'lgan bo'lsa, bu savolni so'rashning ehtiyoji qolmaydi, hojat qolmaydi. Mush so'rag'uchimi so'ramagan bo'ladi bu savolni. Bu savolni so'rasa ma'nisiz bo'lib qoladi bu chaqda. Chunki bizden Uyg'urcha atılışı tutsa, Uyg'urcha lug'at ma'nisi tutsa, o so'zning atalg'u ma'nisini barpo qilgan, shakllantirgan. Yelinimda bunda so'raydi deb biz hayron qolatdik-da. Lekin bu ikki so'z arabcha bo'lganligi uchun biz hayron qolmaymiz, bizmi o'ylanib ketamiz. Sizmi xuddi hozir degandek sizning qiziqtirdi-da bu savol. Shunga endi farosat degan so'zningki asliga qaytishimizga to'g'ri keladi endi. Qaytayli. Farosat Arapçada farasa degan so'zdan kelgan. Farasa. Farasa degan ilg'i qilmoq degan gap. Ilg'i qilmoq. Uyg'urchada idrok qilmoq bilan Yo'q, e'tirof qilmoq emas, farasa degani idrok. ya idrok emas. Farasa degani yana u farasa degan so'zning arab so'zining yeni bir ma'nosi farisadan kelgan yoki iftarasa degan ma'nolarmi bor. U degan nima? Farisa degani ov degan gap arabchada, ov. İftarasa degan ovlamoq degan gap. Shunda bo'lgan vaqtida bu farasa degani bir narsani ilg'i qilish, bir narsani tutib olish-ku, haliqi g'ilpal mundaq o'tib ketib qolgan mundaq narsani tutib olish, shuni ilg'i qilish, bilinmas degan mush narsalarni tutib olish, ilg'i qilish degan mundaq bir ma'nolarni berdi. Xuddi ovlashga o'xshashda. Ash ovlashmi? Nima desa, ash vaqtida ashlaq etib yoki ash o'qiya bilan yoki miltiq bilan etib ashla o'g'lamasangiz shu vaqt o'tib ketgandan keyin ham fursat o'tib ketadi, uni tutolmaysiz degan gap. Shunga o'xshash ma'noda. Shuni farasa deydi arabchada. Endi bu farasa degani arabcha bizga Uyg'urchaga qaysi ma'noda kirgan desa, mush ilg'i qilish, tutib olish, bilib olish, g'ilpal narsani aniqlab olish deganda mush ma'nolardan nima kelib chiqadi desa, bizde yakınrak ma'nosi onunki yine zereklik ma'nosi kelib chiqadi, faraset. Zereklik ma'nosi. Shunda bo'lganda bu aql, faraset degan gap aql, zereklik. Yana bir so'z borki, sen shuning yanada lapbanshvada g'ush deydigan. G'ush. G'ushani mekamal deymiz-ku. G'ushyor. Evet. G'ush. Aql g'ushing bormi? Masalan, ashim tang ishlatimizda. Elbette. G'ush faraset cümlesinden kinde? Elbette. Yani huşyarlık. İlgi qilish, huşyar, dikkat qilalaydigan. Nayta nazuk, inchga narsalarni farqlantiradigan, ilgi qilalaydigan deganda. Endi hushmi fars so'z. Fars so'z hush. Vay bir şey. He. Qarang, Uyg'ur aqli va tafakkuriga qilingan tajovuzchiliklarni ko'ryapmiz hozir endi shunday gap. Okey. Xush, bu fars so'z. Hush. Naq Uyg'urchasi hushning yana ang. Yani
huşini yo'qotdi deganimiz asli ma'nisi engini yo'qotmoq. İnsan qachon engini yo'qotadi? Chunki biz aqlni aql dedik emasmi? Şuna müşaheden kirsak yine aqlga yetib boramiz. İnsan qachon aqlini yo'qotadi? Nima qolsa. yo'q, nima Yo'q, qilib siz- so'rayapman men? Nima deymiz? Konkretni real javob istayman men ham. Hozir ko'ramanlar bo'lsa-mu menga javob bergan bo'lsa. Masalan, qanday o'ylaydi? Masalan, inson qachon aqlini yo'qotadi yoki engini yo'qotadi? Aql Engini yo'qotadi deyli. Masalan, hozircha engini desek biroz tushunishli bo'ladi. Aql arabcha bo'lgandan keyin qachon engini yo'qotadi inson? ikki narsadan bo'lishi mumkin. Aha. Biri charchab yo'qaydi. Ya'ni uzrab ketsa, bu ong agar bu tushunish musabisi bir narsani tushunish musabisi uzrab ketsa, ashtaga berib bo'lmay yo'qolib ketadi yani. Qarag'ayinib ketadi. Yana birisi Yana birisi insonda normalsizlik paydo bo'lsa. Mening tushunishim bu. Qani do'stlardan, ko'rmanlardan tushgan kasbamki ko'rarmanlardan tushdimi? Savol yoki inkor? Yoki javob? Qo'rqinch sizni qaysa qo'g'dak debdi. Ben birisida uxlaganda o'shini yo'qotganda debdi. Nima qilganda? Uxlagan chog'da. Uxlagan chog'da debdimi? O'shidan ketganda. Uxlagan chog'da debdimi? Ha. Nihoyat to'g'ri debdi. Ajoyib to'g'ri debdi. Ha. Ongni yo'qotishning ikkili sharoiti bo'ladi, ikkili sababi bo'ladi. Biri mushu ko'rarman degandek, anglarman degandek uxlash. Uyquda inson engini yo'qotadi. Uyquda. Yani parsiz desek hoşunu yo'qotadi. Hoşsuz bo'ladi, ongsiz bo'ladi inson uyqusida. Ikkinchidan yana nima? Mushu ko'rarmandan men yine so'ray. Mushu uyquni eskartgan ko'rarmandan ikkinchisi nimada hoşunu yo'qotadi yoki engini yo'qotadi inson? O'shini yo'qotganda debdi, ikki narsani debdi. Biri uxlaganda, yana birisi o'shini yo'qotganda, behush bo'lganda. Hoşunu yo'qotgan degan hoşunu yo'qotgan degan engini yo'qotgan degan gap. Ikkisi birsi parsi biz uyg'urcha dedik-ku. Ha, o'shni parsidan kelgan. Ha. O'lganda deydi. Haq belli bo'ldi. Men ko'pdan ko'p rahmat aytaman bu meningcha mushu ko'rarman ko'ktirikmiki? Bu Kamil Tursun efendiniki, birisi Kurşatken. İki isimli. Okey. İkilerinden cevap aldı keyin kelyapti ama biri yanılacaksa birisi İkisi o'xshash debdimi? Birisi uxlaganda, birisi o'lganda debdimi? O'xshash javob kelyapti ikkisidan. Voy, pechet, rahmat. Kamil Tursun efendi, Kurşat efendi, sizlarga ko'p rahmat. Sizlardan jiq narsani o'rgandim. Men hozir mush paytning o'zida, mush sekundning o'zida haqiqatan ham o'rgandim degan vaqtida bu yerda meningki bilganlarim jazmlashdi sizlar bilan birga. Sizlarning mush javobinglardan ham buni Qur'onda eslatgan. Qur'ondami uyqu bilan o'limda inson o'zligini yo'qotadi deydi. Chunki Qur'on o'zlikni aql, ya'ni ong, istak va nafs mushu uchni o'zlik deb ataydi Qur'onda. Mushu uchi yo'qoladi. Uyquda yo'qoladi bir, ikkinchisi o'limda yo'qoladi. Ajalda yo'qoladi. Shunda bo'lgan vaqtida aql yoki ong biri uyquda yo'qaydi. Uyqu tamamen yo'qaydi. İkincisi o'limda yo'qaydi. O'lganda, ya'ni ajalda yo'qaydi. Endi mushaga diqqat qilib qaraydigan bo'lsak nima desa? Ongni biz aqlni sistema dedik-ku, tuzilma dedik. Endi bu uyquda buziladi ekanda yoki o'limda buziladi ekan.
Demek uyku bilen ölüm bu tüzümni buzguchi. Buzudu gani. Uyku bilen ölüm. Şuna Shakespeare'nin başta nemisi de şiirde ölümni uykunu ölüm dep atagan Shakespeare. İkisi bir näsede, bir manada. Ölüm bilen uykunu. Şuna biraz burun biz aytgandek hayat bilen ölümni mesela birini tüzülme, yeni birini buzulma yoki buzum dedik-ku, mana mush ikki nimede ikkilisi hayat olamdı, nima ölüm bolamdı yoki uyku olamdı, ikkisi bir ma'nodagi söz. Uyku ölüm, ölüm uyku. Bir ma'noni, o'xshash bir ma'noni biz ikki söz bilan atadik Uyg'urchada. Biri uyku, biri ölüm. Lekin ikkisining o'xshash bir vazifasi nima desa, uyku bilan ölümninki vazifasi buzush. Yani tüzülmeni buzudu. Yani mana mushu oy. Mana mushu tefekkür. Biz tefekkür qilgan vaqtimizda, mesela siyasi tefekkür deb ataymiz tefekkürlerning birini. Siyasi tefekkür deb. Siyasi tefekkür nima desa, u hakimiyet haqida o'ylanish degan gap. Hakimiyet haqida o'ylanish. Endi hakimiyet haqida o'ylanish nima bo'ladi desa, shu hakimiyetdan iborat shu bir tüzülmeni biz endi buzimiz onu. Elbette biz inqilab qilib buzmaymiz. Yani real ijtimoiy jamiyatda unda siyosiy harakatlar qilib, to'polon ko'tarib yoki harbiy o'zgarish qilib degandek undaq shakllarda buzmaymiz hokimiyatni. Biz o'yimizni buzamiz. Hokimiyatni o'yimizni buzamiz. Şuna siyasi tefekkürde asaslık mesele hakimiyetni buzudu. Hakimiyetni çuvudu. Hakimiyetni yeşidu, parçalaydı. Yani hakimiyetni elementlerine yeşidu. Elementlerine buzudu, çuvudu diyen gapta. Şundaq bolganda biz hakimiyetni düşünümüz anlayalım. Hakimiyet nime? Hakimiyet qandaq şekillenidi, qandaq tüzülüdü? Diyen muşu sualga cevap bereleymiz. Aşna yişiş, buzuş, çuvuş arqılı. Demek biz bu yerde nim qılıbatımız? Tefekkür qılıbatımız. Tefekkür qılıbatımız. Anqırmayvatımız. Aql işletmeyvatımız. Tefekkür qılıbatımız. Belki Uygurca desek oylavatımız. Biz bu yerde oylavatımız. Endi o hakimiyetni qurg'uchilar. Yani hakimiyetni tuzguchilar bular aql ishlatadi. Bular anqiradi. Hakimiyetni anqiradi. Şuna bular hakimiyetni anqirib, şu hakimiyetni anından keyin siyasi meydanda, siyasi reallikda amilleştiradi. Mana bular siyasi. Bular aqlini ishlatguchilar, anqirg'uchilar hakimiyetni. Ma aldıda degenimiz bular tefekkür qilg'uchilar, o'ylang'uchilar, yani hakimiyetni buzg'uchilar, tushirg'uchilar, yechguchilar. O tefekkür bilen aqlni ağrıydigan yana bir texmi süzükleştiriş için bu sual muvafikin dep o'yladim. İnsan uykuda aqlni yo'qtamdi depti, men bunun qo'shay tefekkürni-chi. Okey. Endi muşlan kelimemiz. Muşlan kelimemiz çünkü biz birinci kısımda muş programımızdan akıl ve tefekkür degan programının birinci kısmında aqlning tabiiy narsa emasligini, aqlning tabiiy emasligini, aqlning faqat inson tarafidan yasalgan narsa ekanligini,
muayyanlashtirgan to'q. Hı. Tabiiy narsa emas degan nima degan vaqtimiz bor bu yerda. Masalan, bovoqni misolga berdik. Bovoq aql bilan tug'ilmaydi. He. Nima uchun? Chunki aql Tug'mamaz. yasalma narsa, tug'ma emas, u tabiiy emas. Hı. Chunki biz xususiyatni, tabiiy xususiyatni yana tug'ma qobiliyat deb ataymiz-ku. Instinktni. Ha. Shunga u tug'ma emas, aql. Lekin o'ychu, tafakkurchu, u tug'ma. U tug'ma narsa. Uni inson qilgan, yasagan narsa emas, o'y bilan tafakkurni. Aql bilan ongni inson yasagan, inson qilgan narsa. Shunga o'y bilan, aql bilan ongni inson qilgan narsa chiqdida Qur'onmi, Injilmi, Tavratmi, bütün mushu samoviy kitoblarning hammasi Odam alayhissalomning jinoyati deb atagan shuni. Aql bilan ongni. Yani ikkisi bir ma'no qo'y, ya aqlni ya ongni. Chunki buni Odam alayhissalom yaratgan. Tabiiy emas. Odam alayhissalom bilan tug'ilmagan. Odam alayhissalom bilan tug'ilgani o'y, tafakkur. Odam alayhissalom buni o'y, tafakkur, mush ilohiy narsalardan voz kechdi. Uning osiylik qildida, mana mush osiyligi bilan Odam alayhissalom jannatdan ayrilib ketdi. Buni so'zlamayli hozir. Lekin tezlam deb o'tdik. Texmi aydınlaştırış için ma'nilarni, tuqumlarni. Bunu bayatın görünmelerimizden köktelik sorgan idi. Aha. Aqldan al şu çeklengen sözüne yani meyveni yeyişten keyin paydo bo'lganmi deb so'ragan edi beshida. Albatta. Hozir aynı bir şey keldik biz. Agar shunday bo'lsa, yaratuvchining buyrug'i xilop qilish, aqlli bo'lish, yaratuvchining buyrug'i xilop qilish bo'lamdi? Elbette %100 şunda oldu. %100. %100. %100. Bayatın siz deb ketdiniz ki bu aqlni inson paydo qildi. İnsanın vücudida hiç aqlning moddasi yo'qmidi? Aqlning moddasi, aql degan u bir moddiy narsa emas. Ya Shunga moddasi sizning savolingizni o'zida aqlning moddasi deganingiz xato. To'g'ri emas. Tamam, madde degani bu yerda moddiy emas, madda tarkibi. Aqlning o'ziga oid aql, masalan, urug'i deydi, urug'i. Okey. Chikirdiki deb qo'ydik ama bu turishida. Urug'i. Aqlning urug'i yo'qmidi? İnsan muşu günahını ötküzgenlik üçün, yani Adem Aleyhisselam, tuncu insan Adem Aleyhisselam muşu günahını ötküzgenlik üçün, muşun kıgallık üçün, demek bu buluş kerekti. Bunumuz kandak kılıdı onu. Okey. Doğallık üçün, Allah beni bilgenlik üçün, şuna ma'u derehqi yıkıllaşma, ma'u mividin yeme de buyruk kılan. Demek u ba. Bu insonning kelib chiqishi, paydo bo'lishi, masalan, Odam alayhissalom va Havvoninki voqealiklari, keyingi bu insonga aloqador bu tarixiy rivoyatlarning boshqa anlamlarimi bor ekan? Tasavvur qilgan bo'lsak, ular bizning kallamizda hozir ma'lum bir jismdek, ma'lum bir badandek shakllangan bilan asli bu ufqum bo'lishi mumkinchiligi bor ekanda. Yani Adem dese mesela Adem'den özden ufku mu? Bu bir isim emez belki hatta. Adem'in ufkum da vatansiz, Adem'in ufkum da vatansiz. Ademlikten özden ufkum buluş mümkün. Yani Ademlikten özde bir isim. Adem bir beden şekilde bizge tasavvuru sındırıldı da. Lekin benim düşünüşümde ağırlık mavi murakkab ishga shunday durumga kirmaymiz, lekin kirishdi yerda kirmiz deb o'ylayman. Meni hozir faqat bu voqelikni misollashimda bu qandaqdir muayyan bir badanning insoniyatning, bütün insoniyatning o'zining
Hemmisini juglasak, bir adamның tarihiga o'xshatsak, men buni nima tasavvur qilsa desam, Nuh alayhissalomning Adamning ikki balasi, birisi hemmisini o'ltirib o'tib, qog'idan ko'mishni o'rganganchilik aqli bor. Menchilik aqli. Qog'ichilik o'ltirib o'tgan jasadni ko'malaydigan bir aqli yo'qdi shu chog'da. Keyingi masalan ilmi kelgan payg'ambarlarni ilib etsak, masalan Musa qopab men seni bir ko'rsam bo'ldi dedi. Hadise. Endi İbrahim qopab ağı mening parvardigorim o taxmi cho'ng bu cho'ng deb kelib, aylanib kelib sen qanday tirildirsan bir ko'rsam bo'ldi dedi. Bu savollarni bundan tizib qarasak, adam samimiy, kichik bolaning savoli shu. G'arazsiz. Sen bana ishonasın, ya ben sana ishonib, taxam mutmain olay deb so'rayapman deyildi ashadim. Yani ta ki Peygamber Aleyhisselam yani ahirki Resul Muhammed Aleyhisselam kelgen çaldaki insanın sualları, tefekkürleri bir balağa etken insanın tefekkür sualları o'xshaydi. Yaxshi. Bundan qara, bu adamdan vaqaliklar bemalashib muayyan bir adam emas, bizga har daqiqada bir odamning hikoyasini anlatayotgandek bu olimning sirlari-chu. Şundan bir bütün qarab men başqacha o'ylayman. O ayrı bir tipi de. Buna münasebet tarafı qanchalik chiqdi, siz qanchalik to'xtadingiz? O'ylaganingizni deb boqsangiz bo'ldi. O sizning deganingiz bu mu bir ko'z qarash? Bir ko'z qarash. Lekin muqaddas kitoblarda deki Adem kim o desangiz o tunji inson. Tunji inson degandimi? Iliqi inson degan so'zni tushunishimiz kerak bu yerda. Bütün muqaddas kitoblar, Tavrat, İncil, Qur'on, samaviy kitoblar insonga berilgan ta'bir nima desa, u anqirgan hayvon. Aqlliq hayvon. Yani Adem Aleyhisselam insan emas idi. İnsan emas idi. Adem Aleyhisselam kaçan insan buldu? Akıl meyvesini yiyen lahzidin, tayiptin başlap insan buldu. Demek insanlık degen gap aqlni o'zlashtirish, aql tepish, anqirish degan gap. Yani anqirg'uchi hayvon, yani Adem Aleyhisselam anqirishdan burun hayvonti. Adem insan emasdi, hayvonti. Mesela Adem Aleyhisselam'ınki tarihi, geçmişi ve yaldamalarını biz onlardan tapanmayız, işten tapanmayız. Yok, yani otur yok bugün. Lekin real bir insan var deymiz. İnsanın aklı var. Şu Adem'e o'xshash. Şuna real insan misollasak. İnsanın aklı var. Siz bu yerda insan deganda qaysini davatsiz ma'ni demisangiz bo'lmaydi o. Masalan, her bir tug'ilgan bir insan. Yepyangi bir boboq tug'ildi. O boboq insan emas. Hozirmi? Hozir mushu paytning o'zida tug'ilgan bir boboqni biz inson deb atayolmaymiz. İnsan emas o. Boboq deymiz ha. Adem bolasi. Ya insan emas. Nima uchun desa, insonning ta'birini, aniqlamasini biz bildik. Muqaddas kitoblardan bildik, falsafalardan bildik. Aql ne'matiga erishgandan keyin dedik. Aqlga erishgandan keyin inson bo'ladi u. Shunga bovoq inson emas. Bovoq inson emas. Shungamış inson degan so'z atalg'uning o'zimi bir nima deymiz, masalalik, yani mushkulatlik bir atalg'u. Jidal nima deymiz, g'ulg'ulaga sabab bo'ladigan bir atalg'u. Her birimiz o'xshamagan holda tushunamiz inson degan so'zni. Shunga inson degan so'zni. Hatto Qur'onda masalan qutilal insanu ma akfarahu.
Yani insan öldürüldü degan ayet var. Nimde bir insan öldürüldü? Yani insan öldürüldü degan ayet resmi e'lon qilingan, resmi mushu bir qutila degan arabcha öldürüldü degan ayet aniq mush so'z. Qutilal insanu. İnsan öldürüldü. Nima degan? İşenmese. Yani insan Tanrı'ya işenmeydi. Nima uchun Tanrı'ya işenmeydi? Çünkü o akıl taptı emas bu. Akıl Tanrı'ya başlamaydı sizni. Akıl degan bu Tanrı'ya bo'lgan isyankorlikni akıl deb atadik biz. Nima uchun Odam alayhissalomni ma'rifat mevasini yegandan boshlab yoki bo'lmasa shu daraxtdan shu shajaratul xuldi va kenzin la yubla mushu daraxtni yegandan boshlab nima uchun Odam alayhissalomni masalan Allohga osiylik qilib do'zaxga tushib ketdi, jannatdan ayrıldı deymiz desangiz, mushu osiylikning o'zi nima desa, shu aqlni topgan paytdan boshlab inson Tanrısını tanımaydigan bo'ladi. Tanımaydigan bo'ladi. Mana mushu aqlning natijasi. Aql insonni Tanrıga bo'lgan tunishidan ayirib etadi. Şuna insan degan bu atalg'ini biz ishlatgan vaqtimizda o'xshamagan shaklda ishlatamiz. Hatto bizmi mush suhbatning o'zida men boshqa bir shaklda deyman insonni, siz boshqa bir shaklda deysiz. Boshqa bir tuqumda atalg'i ma'noda deysizda insonni. Kaçta oldu ki? Şuna Adem alayhissalom degan vaqtimizda, Adem degan vaqtimizda bütün nima kitoblar, samaviy kitoblarning hammasi şu Ademni ikki odam bu yerda. İki insan, ikki odam ikki. Biri inson bo'lishdan burungi odam, ikkinchisi inson bo'lgandan keyingi odam. Biri Hazreti yani alayhissalom. Nima uchun uni Hazreti yoki alayhissalom deymiz desa, u tehi gunoh o'tkazmadi. Yani aqlga erishmagan vaqtida u payg'ambar. U Tanrısiga osiylik qilmadi. Aqlga erishgan vaqtida, aqli bo'lgan vaqtida u osiylik qildi Tanrısiga. Tanrısını tanımadı. Şuna o emdi o Hazreti emas, alayhissalom emas. Şuna onu Allah'mı, Kur'an'da mı deydi, hatta İncil, Tevrat'larda mı deydi, onu dozaxtın haydırıp. Man annağını da çıkardı. Bunu müşkiki. Adem kaysını bilişimiz gerek. Yani insan Adem bilen insanın burunki Adem'ni. Müşkikini bilişimiz. Bütün kapılıkla edemde var. Bana mesela çarşıtıvatkan ya bu kadar gep digizivatkan ners nime edese biz işletivatkan sözlüklerin hukumundaki kalımızı makınlık kalan konu hukumdur da. Şunun bilen tersili avatıdı var. Endi müşahede Bu en çok yarın bir deseye gene ayrım tema kirkitimiz bugünkü akılga alakadar kısmı koysak yani Aha. insan xuddi dastlabda onadan tug'ilgan chog'da, onasidan tug'ilgan bir buvoq toki aql bilan ne'matlangichi bo'lgan orliqdagi sop samimiyligi, softligi bilan butun buvoqlar o'xshash. elbette. Shundaymi? Butun buvoqlar xarakteri bor, yig'lang'iligi bor, masalan mijozga bu boshqa narsa yana, shundaqmi? Elbette. Bu yer bir narsa markazlashtiriladi Ahmadjon. Bir narsaga. U bo'lsa-mu aql topishdan burun topgandan burun bovoqlarning hammasi Nasirida sabiy gunohsiz deymiz, shundaymi? Haq. Haq deymiz. Shunday emasmi? Nima uchun shunday deymiz Ahmadjon? Bo'lganmagan deymizda, gunoh qilmagan. Nima uchun? Qanday gunoh qilmadi, qanday bo'lganmadi? Mushni konkretlashtirib berishingiz kerak menga. Sababi xatolaşmadı deyimizde, xatolaşmadı. Xatoni o'tkazmadi. Qanday xatolaşmadı? Oy, bismi mushlar biz davomli mevhum nima deymiz, aqlimizni anqirimiz, mevhum siltamiz. Ya bo'lmaydi bunda desak, nima uchun pok va Nasirida va gunohsiz bolalar? Nima uchun? Çünkü
Nayiti aniq javobning biri bizga Odam alayhisalomninki qissasi mushuni o'tidi. Ya'ni bu balalar tehi aql topmadi. Bu balalarda tehi aql paydo bo'lmadi. Mana bularning pakligi, gunohsizligi. Xuddi Odam alayhisalomni aql tepishdan burun pak, gunohsiz payg'ambar Hazreti alayhisalom bo'lgandek. Şuna boğaqlarının hammasi, yani aql tepishdan burunqi balalarning hammasi pak Nasirida Sabi payg'ambar Hazreti alayhisalomlar. Sebep ular tehi aql topmadi. Demek aql günah. Aql tuncu günah aql idi. Siz hozir mesela aqlni degan vaqtingizda aqlning ne'matlanganda dedingiz. Bu yerde siz aqlga hatta Qur'onmu aqlga sizga o'xshash qaramaydi. Qur'onmu aqlni ayiblaydi. Siz bu yerde Qur'onni ne'matlayapsiz. Ne'matlayapsizda. Madilayapsiz. Aqlni ne'mat dedik. Albatta. Çünkü biz hozir qadar kallamiz sinib qolgan shu tushunchimizda la'allakum tafakkurun bo'lsin, tadabburun bo'lsin, aqllarni ishlatinglar deb keldik-da shunga. Tafakkur qilmamdi, o'ylanmamdi, aqlni ishlatmamdi degan shaklda qo'llanib keldik, shunda tushunib keldik ashuna. Unda bu yerdagi o Qur'onda ishora qilinganimi, u yerdagi aql emasmi? Ya o yerdagi aql. Lekin Qur'on qaysi oyatlarda aqlinglarni ishlatmadinglarmi dedi. Qaysi oyatlarda o'ylanmadinglarmi dedi. İkisini farqlantirish kerak. İkisi bir gap emas. Mesela siz ikkisiga bir masalani tushuntirib qo'yinglar. Okay. La'allakum tafakkurun degan so'zlar bekçi anda kelgan aqlimiz ve qapti. Lekin aqlni ishlatinglar degan aqlni ishlatmamdi degan yerda shu bu örnek ayet kelmedik Allah'ga çağırmayla alakadar mezmunlarga qo'shilib kelgandek isim kitobadir. Her qandaq meselede insonga munosabatlik ishlar to'g'risida Qur'on sizga aqlingizni ishlatmamsiz, aqlingizni anqirmamsiz degan mushu xitobni qiladi. Ya'ni insonga munosabatlik bo'lganda. Allohga munosabatlik bo'lganda, Allohning oyatlariga, ya'ni belgilariga munosabatlik bo'lgan vaqtida, ya'ni muqaddas narsalarga munosabatlik bo'lgan vaqtida, onundan keyin ala yatafakkarun, ala tatafakkarun deb tafakkur qilmamsizlar, o'ylanmamsizlar deydi. Demek o'ylanishning obyekti Tanrı, muqaddaslik, aql ishlatishning obyekti inson, muqaddaslik emas, poklik emas, bulg'anganlik, bulg'unish, osiylik, inson ilohiy bo'lmagan narsalarga qaratilgan bo'ladi. Bütün Qur'onning oyatlarida mushundaq ishlatiladi. Ala yaqalun, ala taqalun bilan ala yatafakkarun, ala tatafakkarun. Ya hiç alışmadı. Ha? Ya bu zaten Kur'an okumak da yok. Dikizeti ama kim şu nurgun meseleler bizden kayıta şimdi bilmem ötep tuk dikizeti. Ama bugün ben yeni mesele çıktım nazır. Elbette. Mesela en addisi Adem Aleyhisselam'ın hatalığı yüz verip Adem Aleyhisselam mesela dozaktan cennetten ayrılıp dozak düşken muşundaq yerler kelgan vaqtida Qur'onning oyatlarida faqat ala yaqalun, ala taqalun ishlatadi. Hergiz yatafakkarun ishlatmaydi. O'ylashni, tafakkur qilishni. Qayt o'qib beqing Qur'onni va men shuni tavsiya qilaman bizning ulamolarimizga, diniy arboblarimizga va shundaqla taqvodor musulmonlarimizga Qur'onni o'qigan vaqtida qayta mushunga diqqat qilishni umid qilaman. Lekin bu yerda bir chataq masala bor.
O nima desa, bizning Qur'onni tarjima qilganlar, Qur'onning tafsirini tarjima qilganligi uchun tafsirchilarni ayıryamaydı bunu. Bu ikkini. Şuna ba'zida ala yetefekkerun degenge tushunmamdi ular tefekkür qilmam nima, yo'q, aql ishlatmamdi ular, aqli yo'qmi degandek gaplarni kirgizib qo'ydi. Yani mushta bayatlıkta xatoliklar sodir çıkıp bo'ldi. arlaştırıp koyuşu Aralashtirib o qoldi. şu tercümandan veya ki tefsirçinin hatalıkı. Xatolik. Lekin Qur'onning emas. Qur'onning emas. emas, Qur'onda aniq. %100 aniq Qur'onda. Aş Qur'onda arabçasini o'qisangiz, mushu söz, mushu yetefekker degan söz bilan yaqal degan söz ikkisi aniq bor. Lekin uni tafsirchilar yoki tarjimonlar andan keyin tafsirga asosan o'zgartib qo'ydi. Ya'ni aralashtirib qo'ydi. Tafakkur bilan aqlni, ongni aralashtirib qo'ydi. Ong bilan o'yni. Xuddi biz hozir aralashtirib Yeni bir qo'ygandek. nima çıktı, temi çıktı. Yaxshi oldu bu mu? Bana sebep bilen bugün tapşırıqımızı işlep ettik. Yana mezmunlarını bilmagan bulduk. Münasebet sorularla olsa sorsanlar bulduk arkadaşlar. Vaktimiz bir yarım saat bulak kolay dedi. Kısa, uzun bir dersten sonra oldu. Bazen arkadaşlarımız nimene ek yaptı, delillerini ek yaptı. Mesela Sure Bakara'dan ki 164. ayetinde şüphesiz ki asmallar bilen yerden yaratılışını keçirilen gündüzden almıştırılışı da akıl işletilen kavimler için ibretler var. Akıl işletilen kavimler için. Ali İmran'da 190-91. ayetlerde şüphesiz ki asmanlar bilen yerden yaratılışını gündüzden almıştırılışı da akıl egiler için ibretler var. Turganda, oturganda, yani tükme Allah'ın yatıydı, yaratılış üstüde oylunudu. Bunu aslında Arapçasını birlikte koşup kelgen bolsa hozir Buni chunki men shuni hozir daydab turgandim, bizga Uyg'urchasini beryapti. Bizga Arabchasini bersin. Hozir mening qo'limda nima yo'q. Qaray desam, masalan, shu oyatning Arabchasiga qarasak, Arabchasini aniqlab chiqadi uni. O %100 men buning ishonchim komil. Chunki bu Uyg'urchasi, buning tarjimasi, bu tarjimasi xato bo'lish ehtimoli bak cho'ng. Ben mesela bir narsa qarayman, bu Ali İmran qarayman. Ali İmran'ninki ben qaradim to'xtam. 191. ayetga. Anandan keyin shu oyatning mazmuni, zodi nima deyilgan shu mazmunda, uning oldida, keynida nima deyilayotgan bo'lsa, shuning asosan anandan keyin bo'ladi-da. Ben bana almastırak to'xtam. Şöyle. Ma 91. ayetninki peki. 191. Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve kuuden degan yerdikini misal oldu. Ben ko'ramayman ama ekranda. Yetefekkerun kepti mi yerda? Yetefekkerun keptimi o? Okey. Uni qanday tarjima qilibdi? Aql ishlatmamdi deb tarjima qilibdi, shundami? To'xtam, shanlar selishtirdi. Yomon obda bo'ldi. 191. ayetida aql egalari uchun ibrat bor. Ular to'g'anda o'tirib yetib mushahadatlarda Alloh yod etadi, yaratilish ustida o'ylandi debdi. Uyg'urcha tarjimasida ular
turgandymı, oldurgandymı, yatgandymı Allah'ını eslep durdu. Osmanlaryň, zeminiň ýaratylyşy toğrusy pikir ýürgüzdi. Perwerdigarymyz bunu bika yaratmadan sen paktursan bizni dozak azabynyň saklygyn diýdi. Depma 191-nji ayetde. Ayetiniň Arapçysy kilişide ýa-da yetefekkürün dep kepdi o. Oýlanyş dep apdy buni. Oýlanydy digen söz şuda. Şugo diými baba? Elbette. Elbette. Ha. Yetefekkür oýlanydy digen söz. Pikir ýürgüzdi o şekilde apdy Uýgurçyda. Tamam. 90-njy ayetde de Lekin pikir ýürgüzüş digen Ahmetcan pikir ýürgüzüş digenmi meselen oýlaş emes emeliýetde. Uýgurçada Evet. pikir ýürgüzmek digen gep, o digen akly tefekkür maňadygan näse ýa-da. Lekin bu Oldu. ýerde wagt jäýatyn nima bolukçy bek Şu beýlemen aşlaryň Lekin- izlenmekçileriniň özüge kaldyraýly. Tapşyryk Özleri bolsun. Ben bu izni koyay. Kiler heptege uşunu tapşyryk kılıp agaç geldi. Bu bek yaxşı oldu. Çünkü akıl bilen anlı, akıl bilen tefekkürünü fark etişimizge naite en yaxşı delillerden birisi ekan. Çünkü aldığımızga Kur'an kelse sükut kılımızga bunun hürmeti çoğun. Ayda bolgandyken bu bizning şu iki söz haqidagi hukumlarimizning to'g'risini tepilishimizga bir örnek yaxshi manba bo'lib qolsa. Bugun mana oldida o'tgan mazmunlarni xulosalasham bo'lmay, yana yangi mazmunlar qo'shilib ketib qoldi. Elbette. Çünkü toymady akaş, elim o toymagan pätisde toymay kaldık. Şonda yana şu ajdam sıtkılı. Sınıplanmaga yana kaçlap algandek iş oldu. Lekin herhalde ekranda görünülgen akıl ve tefekkür alakadar iki bölektiki sözlüklerinin oň tarapdikilere akıl fukumu alakadar ikenligi, sol tarapdikisi tefekkür alakadar fukumu ikenligini ikisinin bir-birisinden zıt münasebeti boldyganlygyny, zıt anlamda, istimalda işletildiganlygyny bilgendik hesapda. Kalganda bu Jıktım dep koyuplar men tekrar işletken çağda jık tutuluşymyz da bundanga. Jana jık tutuluşup ketimiz. Unutup kalymyz, hata işletemez. Elbette. O adamın dep öttük mesela karma-karşı sözler o bu dep. Şeklen karma-karşı sözler. Mesela biz hayat bilen ölümni dedik, tüzlük bilen kuruş buluşny dedik. Bular karma-karşı sözler dedik. Emniyette oýuga nisbeten juma akylga aňga emas, oýuga nisbeten bular karma-karşı emas. Bular bir näsiniň iki ýüzi. Bir näsiniň iki ýüzi. Şoňa karma-karşı emas. Hatta Kur'anda biraz burun eskertkenge okşaş. Huwa yuhyi ve yumit. Yani o öldürüdü, o tirildirdi hem öldürüdü. Yani Karan Allah'nınki iki yüzüge, İki süpte, iki süptege, öldürgüçe, tirildirgüçe. Şuna bizning hazırki muşu akıl ve tefekkür babımızda ve muşu haqda sözlegenlerimizde bunu kandak tercüme kılış mümkün deseniz Allah tüzgüçü ve buzgüçü. Allah bağlıgıçı ve yaşgüçü. Allah koraştırgıçı, kurgıçı ve buzgıçı. Çubgıçı. Mana muşu iki hukum, biz karma-karşı dep oylagan iki hukum. Allah'a nispeten, Tanrı'ya nispeten bu bir näse. Bir näse. Bir bütünlük. Yani biri yine birini kılıçlaydı. Bu xuddi hemmeden kallımız deyimiz. Kallının işi de neçe meňiniň neç taraby bolup, hemiz birleş bir meňe bolgandek işkinde. Elbette. Yani akıl mı? Biz biraz burun siz benden soragandek
Mesela Adem'de yok mu muş uruk, muş maddesi, muşniki dep so'raganda elbette Adem hem tuzguchi hem buzguchi. Çünkü Adem anqırğanda, aqlga erişgende, başqacha aytganda günah ötküzgende derhalla özünün günahidin Tunudu. təşdi Tövbe tandı, kıldı. yani Allah'a tövbe kıldı. Tanrı'ya tövbe kıldı. Yani bunun hata ekanligini, to'g'ri emasligini, aql bilan ongning haqiqatan Tanrıga bo'lgan isyankorlik ekanligini bilgandan keyin odam tövbe kıldı. Şunun bilan yana uni biz Adem alayhissalom, Hazreti Adem deb hozirgacha atab keldik. Agar tövbe qilmagan bo'lsa, uni shaytonni la'natlagandek la'natlab ketibdi hozirgacha. Şuna bu ikkisi bir. Yani tüzüş bilen buzuş, aql bilen oy, aql bilen tefekkür ikkisi bir. Lekin bir-birini to'liqlaydigan, bir-birini rivojlantiradigan, davomlashtiradigan bir xil aylanishni paydo qiladi-da. Mushu aylanishning o'zi cheksizlik. Şuna ölüm bilen hayatning aylanması mushu cheksizlikni barpo qiladi. Böyle fizikideki plus minus Albatta. Ayni shu. zaryadlanish, magnit maydonini o'ng-so'l bir-biriga qarama-qarshi zaryad Hatta tarqatish. Kur'an'daki mesela hatta Qara Xitoy kunuzdan tefekküründeki kechirgandek. mesela erkek kişi deganlar shu. Hatta bizning tilimizda Uyg'ur qadim Uyg'urchadami, ko'k tanirchilikdami bor mesela erkek kişi degan. Shundaq. Mesela jaran bilan bo'ra. Bu erkek kişi meselesinde ama bir-birisiga zidlik emas, ikkisi ayrım mustaqil mavjudlik deydigan. Albatta. Bu ayrım qarashgan. Uni biz yeri kelganda o'rganamiz. Albatta. Tamam, bugungi vaqtni nazardan ishada to'xtatishga nima qildi, majburmiz. To'xtatmasak chunki so'z tugamaydi ekan va vaqt ish keyin ko'rganlarimizga ziyorat haraj kelib chiqadi ekan. Şunlaşqa işning orzusin davom qilgani deydi ekan. Qani kelar qatimliq programmamizda ko'rishamiz. Himmatlaringiz hormag'ay, ajrlik bo'lg'aysiz. Ya, sizga va ko'rarmanlarga, do'stlarimizga qarang, do'stlarimiz bizga jiq narsalarni o'rgatdi, ko'rarmanlarmi texe. Shunga hammamizga, hammalarga rahmat. Bo'ldi, rahmat. Omon bo'ling. Kelar soat ko'rishlar. Omon bo'ling. O'tirib qarindoshlar, bugun bu yoqqa bo'ldi. Cho'qim shunday devorlaganga qo'limizda hujjat yo'q. Bunda emasdi deydiganga, demaydiganga sizlarning haqqingiz yo'q demaymiz. Birga o'rganamiz dedik zaten. Shuning uchun ish hamkorlik, ish o'mlikda kuch birlikda deydigan. Maqsadimiz bu yerda saviya selishtirish kimning emas, qaysi to'g'ri mashina tepish bo'lganligi uchun bir-birimizga yordamlashish sifatida hamkorlashsak, xalqimizning manfaati uchun o'rtaq tirishsak degan umiddamiz. Bo'ladi, omon bo'linglar. Oldimizgi fursatlarda tekrar yuz ko'rishasizlar. Janob Alloh taologa. Omon bo'ling. Assalomu alaykum.